Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan naql qildilarki, u zot dedilar: Alloh azza va jalla Sha'bonning o'rtasi bo'lgan kechada butun xalqiga qaraydi va ularning hammasini gunohlarini kechiradi. Faqat mushrik va adovatlik odamni kechirmaydi. Mushrikni shirki uchun. Musulmonlarning ichida ham mushriklar juda ko'p hozirgi zamonda. Avliyolardan madad so'raydigan, qabrlarga borib hojatlarni so'raydigan yoki qabrda chirib yotgan valilardan uyda turib olib cho'chib qo'rqadigan mushriklar juda ko'p. Mana shunga o'xshagan mushriklarni Alloh taolo gunohini kechirmaydi o'sha kechada, yoki bir birodariga biror bir musulmonga adovati bor musulmonni gunohini ham kechirmaydi.